Mana Beshariqdan kelgan hojonalarimiz ham mana shu yerda dasturxon atrofida mana jamlanib inshaalloh rojihiy tomonidan qilinadigan ehsonlardan, taomlardan tanovul qilib o'tirishdi inshaalloh. Ularning haqlariga bir chiroyli duoyi xayrlarda bardam bo'lib, ehsonlarni Alloh dargohida qabul aylagan bo'lsin. Bu yerda qilingan ehsonlar, yeyilgan taomlardan hosil bo'lgan kuch-quvvatlarda solih amallarga, ibodatlarga sarflamoqligingizni Allohning o'zi nasib aylagan bo'lsin. Yana Alloh o'zi rozi bo'lsin barchamizdan. Qilayotgan ibodatlarimizga quvvat bo'lsin. Ibodatlarimizning kamchiligi, xatolarini o'zi afv etib, o'zi dargohida husni qabul aylasin inshaalloh. O'zi rozi bo'layotgan amallarda bardavom qilsin barchamizni. Va bizni ko'rib turgan yaqinlarimiz, barchalarni ham mana shunday joylarga kelib, ibodatlar bilan birgalikda ziyofatlarda ham mana shunday xursandchiliklarda jamlanishlikni Allohning o'zi nasib aylagan bo'lsin.